Zikr 9X da reduktordan cho'chiyotgan bo'lsangiz, Z Motors avtosalonida ajoyib yechim bor ekan. Ya'ni imini Z Motors avtosalonidan Zikr 9X olayotgan bo'lsangiz, reduktor ketib qolsa, yangi reduktor almashtirib berar ekan. Ya'ni garantiyasi bilan qilib berar ekan. Endi bu hyper modellarda hali bunaqa narsa uchramagan. Mabodo ultrada uchrab qolsa, shunaqa narsa qilib berishi mumkin ekan. Mabodo ko'nglingiz to'lmasa, boshqa model qilayotgan bo'lsangiz, mana Voyaq Titan 2025 yangi mashinani tavsiya qilaman. Zikr 9X, Li9 Ultra, Linkinka 900 ancha-muncha mashina bilan konkurensiya qilib tashlashayotgan mashinalardan bittasini Voyaq kompaniyasi ishlab chiqaribdi. Xo'p, mashina aytganimda eng full komplektatsiyada 0 probeg, 2 xil rang bilan dopopsiya qilib olingan ekan. Orqa balonlari qayrilayotgan, shuni o'zi ham palon pul bo'ladi. 22 diska balonlar, Pirelli balonlar, pnevma poddiskalar bor, lagan diskalar, razdvojnoy paroglar, avtodver davodchiklari bor. Даже mana bu joylari ham zvyozli neba qilib qo'yilgan ekan. Qaranglar, endi hamma narsaga alohida e'tibor qilib yondoshilgan ekan. Orqa eshigi 85 gradusga ochilgan. Masalan, siz minib tushish uchun bu juda ham qulay degani, salonni ham go'zalligini qaranglar. Вообще mazza qilib olasiz. Qaranglar, juda ham yumshoq, hamma kerakli komfortli narsalar o'sha bor. Mashinani ma'lumotlariga kelayotgan bo'lsak, 1,5 litrlik turbina motor turibdi, ya'ni bu gibrid model, 65 kilovatlik batareya turibdi. 350 km tok terayotgan. Mana shu g'ovdasiga mashina 5-6 sekundda 100 ga chiqayotgan. Qaranglar, zo'rmi? Agarda sizga bu mashina qiziq bo'layotgan bo'lsa, narxi $91,500 qilib berar ekan. Bosib oringlar, ko'cha-kuyda o'lik hamma yoqdan ko'raveringlar. $91,500 ga hozirgi kunda bu dopopsiyalik pozitsiyasi topolmaysizlar. Mabodoga Z Motors avtosaloniga kelib tashrif buyurib xarid qilib ketishingiz mumkin. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'linglar.